Bir kuni erim dedi. Ishonsang, bir do'stimga qarz berdim. Qarz berdim-u, ham pulim, ham do'stimdan ayrildim. Nomard. Bu yil 10 yil to'ladi. Chopa-chopa toldimman. Eshigiga qarz so'rab 500 marta bordimman. Xotinining oldiga onasi sen borib boq dedim. Biling, dunyoda eng zo'r savob qarz bermoq. Jannatning eshigiga yozilgan shunday hisob: sadaqaga 10 savob, qarz berganga 100 savob. Dadasi hikmatlarda qarzdorni boyishin kut degan, faqir bo'lsa qistamay qarz baridan o't degan. Erim dedi, hozir boy qarzni bermaydi nomard. Mashina hovli olib o'yqirdi qavat-qavat. Qo'rqib ketdim, yo tavba, bu qandayin jaholat? O'lsa shuncha qarz bilan oxirati halokat. Bordim o'sha odamni so'rab uy makoniga, tushuntirib o'tirdim xotinini yoniga. Esonmisiz, omonmisiz, xush kelibsiz. Aylanay o'rtoqjon, podshoh, biz vazirmiz, kirolmaymiz jannatga, tursa shuncha qarzimiz. Qarzdor qarzin bermasa, bo'lib turib imkoni qabul bo'lmaydi hatto qilgan xayru ihsoni. Siz esa o'y quribsiz, mashina opsiz, mana qarz berishning o'rniga to'y qilyapsiz yana. Bilaman, erga yetmas kuchimiz, ammo har ne holatda yo'l ko'rsatmoq burchimiz. Bolam, chaqam deb yurar, sho'rlik ne qilmasin. Sekin ayting akamga, oxirati kuymasin. Qaytdim dedim erimga, boshqa so'ramang qarzni. Xotiniga yetkazib qo'ydim sunnati farzi. Ob kelmasa qayg'urmang, bo'ynida qarz javobi. Qay cho'ntakda yurmasin, sizga shu pul savobi. Ana